meni o'g'lim Mamajonov Zohidjon 90-yil mart oyining boshlarida ketgan. Moskvada Rizan degan yerida ishlagan. Shu yerda ishlagan joyidan temir zavodda ishlagan edi. Shu yerdan olib ketib, patenti pashibga chiqib qolgan. Shu patenti mahnaqa deb kirib ketib, qaytarib yuborar deb, deportuvga qaytarib yuborar devdi. Shu yerdan qaytarmasdan 3tasi bitta bo'lib majbur urib bu bolani qo'l qo'ydirib urushga olib ketgan sentyabrda. Shu bo'yi daragi yo'q, mana gaplashmaymiz ham. Shu bolaga iltimos yordam bering deb qiluvdim. Yaqinda yana farzandli bo'ldi. 3ta mayda bolalari bor. Iltimos yordam beringlar. Bolam nima ahvolda yuribdi ekan. Iltimos shu bolalarning orasida go'daylar deb qaytaringlar, iltimos sizdan. Shuni so'rayman deb qiluvdim. Videolar doim ko'rib yuraman sizlarni. Nechtasiga yordam beryapsizlar ekan. Hozir uyda shu rasm bor ekan, shu rasmni ko'rsatyapman sizlarga. Video bezibdagi ham shu o'z oxirgi gapi edi. Shuni ham tashladim sizlarga, iltimos ko'rib gaplashib eshitib olinglar.